terini qaritadigan 5 ta omil. Birinchisi quyosh. Agar quyoshdan himoya qilmasangiz, teringizda oqsillar ishlashi pasayadi hamda birinchi ajinlar paydo bo'ladi hamda dog'lar ham tushirasiz. Ikkinchisi, juda ham ko'p shakar yesangiz hamda noto'g'ri ovqatlansangiz, organizmingiz har xil shlaklarga to'lib ketadi. Shakar ko'p yeyish esa teringizni chiroyli yorqin bo'lishini pasayishiga olib keladi. Uchinchisi, ekologiya. Agar siz ekologiyasi past joyda yashasangiz, teringiz yorqin bo'lishini foizi kamayib ketadi. Hamda o'shanaqa holatda bo'lsangiz ko'proq tog'larga chiqib turishingiz kerak va siz sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Chunki sport bilan shug'ullanganingizda butun badaningizda qon zo'r aylanadi va teri baravariga tezroq yangilanadi. Yana bitta omili bu spirtli ichimliklar va ichmaslik va chekmaslik. Chunki spirtli ichimliklar ichganimizda terimizga namlik yetib bormaydi, обезвоживание, namsizlik boshlanadi organizmimizda. Chekkanda esa terimiz xiralashib, oqsillar ishlab chiqarilishi, elastin terimizning oqsiz, tortsak joyga qaytib keladi, o'shanisi normada bo'lishini ta'minlab beradi. Yana bir omillardan biri stress va kam uxlash juda ham ko'plarda bo'ladi. Agar siz kam uxlasangiz, ko'zingiz tagidagi qorayishlar hammasi bu teringiz va teringiz shalpayib qolgani, yangilanishga ulgurmaganidan teringiz. Stress esa bilasizlar, stress vaqtida qon yetib bormaydi, nafaqat miyaga, hattoki teringizga ham yetib bormaydi. Поэтому stressni kamaytirib va iloji boricha yetarlicha uxlashga harakat qiling. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying.